Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz Qozoq xalq ertagi Olmaxon nomli ertakni o'qib beraman. Paxmoq dumini likillatib shoxdan shoxga sakrab o'ynab yurar ekan. Birdan daraxt soyasida uxlab yotgan bo'rining ustiga tushib ketibdi. Bo'ri shu zahotiyoq Olmaxonni tutib qolibdi. "Iltimos, meni o'ldirma, qo'yib yubor", deb yalinibdi Olmaxon. "Mayli, faqat savolimga javob ber. Nima uchun sizlar doim quvnoq va beg'amsizlar?" debdi unga bo'ri. "Oldin qo'yvor, keyin savolingga javob beraman. Hozir qo'rqqanimdan yuragim yorilib ketay deyapti-yu, tilimga so'z keladimi?" debdi unga javoban Olmaxon. Bo'ri Olmaxonni bo'shatibdi. U lip etibdi-da, raxt shoxiga chiqib olibdi-da va o'sha yerdan turib, "Sen doim yomonlikni o'ylaganing uchun jahldorsan. Biz esa hech kimga yovuzlik qilmaymiz, shuning uchun doimo quvnoq va baxtiyormiz", debdi bo'rining savoliga javoban Olmaxon. Va yoqqan bo'lsa yurakcha va albatta komment kutib qolaman sizlardan. Bye bye.